هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mesed tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mesed suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Mesed Mekke'de nazil bolgan 5 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Abu Lahab'ның iki kolu kurup ketsin. Amelde kurup ketdi. Onunğa mal mülki ve erişken narsaları esqatmadi. O lavuldab turgan otqa, yani devzaq kirdi. Onun otun toşuğuçi, yani suxançı xotunumu lavuldab turgan otqa kirdi. Onun boynida mahkam eşilgen argamçı buludu. Bu surenin tuş sebebi ve Abu Lahab'ның Peygamber aleyhisselam'a karşı tuğanlık doğrusudur. İmam Bukhari İbn Abbas'ның mundaq deganligini rivayet qildi. Peygamber aleyhisselam tağının töpüsüge çıktı. Andın, ey xaloyiq deb vaqirdi. Şunun bilen Qurayshliklar Peygamber aleyhisselamның qishig'i yig'ildi. Peygamber aleyhisselam ulağa, aytinglarchu, navoda men sizlarga bir dushman qo'shini atigan yoki oqshom tarafda sizlarga hujum qilmoqchi desam, sizlar menga ishonamsizlar? dedi. Ular ha dedi. Peygamber aleyhisselam, undaqda haqiqatan men qattiq azob kelishdan burun sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchidirman dedi. Abu Lahab qo'pib, sen bugundan başlap halak bol. Sen bizni mushuning uchun chaqirganmiding dedi. Shuning bilan Alloh taolo Abu Lahab haqida Tabbat surasini tushirdi. Yana bir rivoyatda Abu Lahab qo'lini qaqqanicha qo'pib, sen bugundan başlap halak bol. Sen bizni mushuning uchun chaqirganmiding dedi. Shuning bilan Alloh taolo Abu Lahab haqida Tabbat surasini tushirdi deb bayon qilindi. Abu Lahab Peygamber aleyhisselamның tağırlarının biridir. Onun ismi Abdul Uzza ibn Abdul Mutallib'dir. Taxallusi Abu Utaybi'dir. O chiroyi paqirab turadigan kishi bo'lg'achqa Abu Lahab, yani lavuldab tug'uchi deb ataldi. U Peygamber aleyhisselamga ko'p aziyat berdi. Uni nihoyatda yomon ko'rdi. Ko'p masxir qiladi. Uni va uning dinini nihoyatda bak kamsitdi. İmam Ahmad Abu Zinad'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Menga Yedil jamoatidan islom diniga kirgan Rabi'a ibn Ubada mundaq deb so'zlab berdi. Texi islom hamma kishilarga taqimigan bir chaqda men Peygamber aleyhisselamның Zil Majazning bozorida turib, atrofida to'plashib turgan kishilarga, ey insonlar, la ilaha illalloh deb iymon etinglar, nijot topsizlar deydiganligini va chiroyi paqirab turadigan, ko'zi olag'ay, chechini ikki tal qilib o'rib olgan bir kishining Peygamber aleyhisselam qayerga borsa shu yerga berib, u haqiqatan dindan chiqqan bir yolg'onchidir deydiganligini ko'rdim. Va kishilardan, u kishi kim deb so'rasam, ular uning Peygamber aleyhisselamның tağısı Abu Lahab ekanligini aytdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah. İmam Ahmad
Surayjdan Abu Zinadning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Rabi'aga sen u kunlarda kichik bola edingmi dedim. Rabi'a yo'q, Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, esimda bor. Men u kunlarda tulum ko'tara olaydim dedi. Onunğa mal mülki ve erişken nesiller esqatmadı. İbn Abbas ve başkalar Allah Teala'nın ve erişken nesilleri esqatmadı degan ayetinden onun balı vakılları köz tutuldu. Yani onun balı çakılları esqatmadı deganlik boludu dedi. Bu vaqtda Aisha, Mücahid, Ata, Hasan ve İbn Sirin qatorliqlarmi shundoq dedi. İbn Mas'udning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Payg'ambar alayhisalom qavmini iymon etishga chaqirgan edi. Abu Lahab agar qarindishimning o'g'lining degan so'zlari rost bo'ladigan bo'lsa, men qiyomat kuni mol mulkim va bola chaqalarimni berib, o'zimni u qo'rqitadigan qattiq azobdan qutuldirib olaman dedi. Shuning bilan Alloh taolo onunğa mal mülki ve erişken nesilleri esqatmadı degan ayetini tushirdi. U lavuldab turgan o'tqa, ya'ni davzaqqa kirdi. Ya'ni u lavuldab turadigan, uchqun chiqiradigan va qattiq ko'ydiradigan dozaqqa kirdi. Abu Lahabning ayoli Ummu Jamilning oqibatining bayon to'g'risida. Uning o'tin to'shig'ichi, ya'ni suxanchi xotinimi lavuldab turgan o'tqa kirdi. Abu Lahabning ayoli Ummu Jamil Quraysh ayollarining kattalaridan edi. Uning ismi Arva binti Harib ibn Umayya edi. U Abu Sufyanning hamshirisi bo'lib, erining kofirlik, haqiqatni inkor qilish va tarsoqlik qilish ishlarida uningga hamdamdi bo'ladi. Shuning uchun u qiyomat kunimi erining davzaqning o'tida azoblanishi uchun uningga yordamda bo'ladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Uning o'tin to'shig'ichi, ya'ni suxanchi xotinimi lavuldab turgan o'tga kirdi. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi. Ya'ni u erining o'tda teximi bakrak ko'yishi uchun eri bor davzaqqa tashlashga o'tin to'shiydi. U shu ishga tayyor turdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi. Mücahid va Urva u o'tdan bog'langan arg'amchidir dedi. Avfi ibn Abbas, Atiya, Jadali, Zahak ve İbn Zeyd qatorliqlarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummu Jamila payg'ambar alayhissalom mangdigan yo'lga tikan qo'yib qo'yatdi. Mücahid Alloh taoloning uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ladi degan oyatining ma'nosi uning bo'ynida to'mirdan bir taqoq bo'ladi deganlikdir dedi. Abu Lahabning ayolining payg'ambar alayhissalomga aziyat berganligi to'g'risida. İbn Abu Hatem Asma binti Abu Bakrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tabbat surasi tushganda Alag'ay Ummu Jamil qo'lida tosh ko'targunicha "Sana voy, ayiblanguchining gapiga kirmadik, dinini tashladik, buyrug'iga osiylik qildik" deb vaqirab keldi. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom o'ltirayotgan edi. Abu Bakrmi payg'ambar alayhisalomning yonida billa o'ltiradi. Abu Bakr radiyallahu anhu bu xotin keldi, men uning seni ko'rib qolishdan qo'rqaman dedi. Payg'ambar alayhisalom u meni hargizmi ko'rolmaydi deb bir necha oyatlarni o'qib, shu oyatlar bilan o'zini saqladi. Bu oyatlarning biri Alloh taolaning ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yo'shurun parda paydo qildik. Sura Isro 45-oyat.
degan oyatidir. U xotin Abu Bakrning qishig'iga kelib to'xtadi. Ammo payg'ambar alayhissalomni ko'rmadi. Abu Bakrga: "Ey Abu Bakr, hamrohing, ya'ni Muhammad alayhissalomni demakchi, meni so'kibdimish?" dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Yo'q. Bu uyning, ya'ni Ka'baning Robbi bilan qasam qilamanki, u seni so'kmadi" dedi. Shuning bilan u xotin: "Qurayshliklar mening Qurayshning kattasining qizi ekanligimni albatta biladi" degach qaytib ketdi. Valid va boshqalar Ummu Jamil Ka'bani tavob qilib ketib, kiyimiga putlashib ketib, "Ayiblangichi halok bo'lsin" dedi. Abdul Mutallibning qizi Ummu Hakim: "Men haqiqatan turmush qurib bo'lgan. Shunga bu haqda men to'g'riliq so'z echilmaydi. Men bilimlik, menga bilim o'rgatilmaydi. Hammamiz bir tog'ining bolalarimiz. Qurayshlik buni obdan biladi" dedi. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Masadning tafsiri tugadi. Va sallallohu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.